Demak, assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Mana hozirgina Superligani navbatdagi turni o'rin olgan Andijon futbol klubi yakuniga yetib, guruh hisobi qayd etildi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumani, unda dastlab mehmonlar jamoamiz bosh murabbiyi, vaqtinchalik bosh murabbiy Akmal Ruslanov ishtirok etyapti. Akmal aka, dastlab o'yin haqida fikrlaringiz. Hammaga assalomu alaykum. O'tgan tur Jizzax So'g'diyona jamoasidan keyin tayyorgarlik uchun bizga vaqtimiz kam edi. Shunga qaramay tayyorgarlikda 3 kun oldin kelib Andijon shahrida tayyorgarlikni boshladik. Bolalarimiz Andijon havosiga o'rganishiga, iqlimiga o'rganishga qo'yib berdik. Andijon jamoasi ham O'zbekistondagi yaxshi jamoalardan bittasi. Ayniqsa uyda o'ynaganda jamoa muxlislarining yonida ancha juda ham qiziq, yaxshi futbol namoyish etadi. Buni biz bilardik, muxlislar ular uchun 12-chi poliyada 11 kishi bo'ladigan bo'lsa, 12-chi odam muxlislar. Shunga qaramasdan bolalarimga rahmat aytmoqchiman. O'tgan o'yinda ozgina taktikamizda izmeneniya qildik, ozgina o'zgarish qildik. Shunga ozgina xatolar bor, buni ustida ishlashimiz kerak. O'zimizni jamoani ham bir marta bir ochko bilan tabriklamoqchiman. Bolalarimga 100% o'yinga qo'yilgan ustanovkani bajargani uchun hammasiga rahmat aytmoqchiman. Rahmat, bunda qanday savollar bor? Bugungi uchrashuvda Qizilqum jamoasi 5 ta himoyachi bilan o'ynadi. Bu sizning taktikangizmi? Xuddi shunday Nikola Lazarovich bo'lgan payti, murabbiyimiz bo'lgan payti 4-1-4-1 sxemasida o'ynayotgandik. Hozir bilasizlar, 4 ta 5 ta yo'qotishlarimiz mavjud. Kechagi o'yinda plus Shahzod Rahmatullayev ham jarohat oldi. Shunga qaramasdan o'tgan o'yinda taktik sxemani almashtirishga majbur bo'lgan edik. Bolalarga ham bu taktik sxema yo'qyapti. O'yin paytida u taktik sxema 2 ta 3 ta taktik sxemaga aylanadi. Hujumga chiqqan paytimiz уже 2 ta hujumchi, 3 ta hujumchi bilamiz. Orqaga qaytgan paytimiz ham, orqada o'ynagan paytimiz ham 5 ta, 4 ta bitta sxemasiga o'tamiz. Taktik sxemani So'g'diyona bilan sinab ko'rdik. Bolalarning o'ziga ham yoqdi. Men o'ylayman, ishlaymiz bu taktikaning ustida, ishlagandan keyin Xudo xohlasa natija bo'ladi. Ikkinchi bo'limda maydonga tushgan zaxiradagi o'yinchilar o'yinni qanchalik kuchaytira oldi? Yana bir marta aytib o'taman, 5 ta 6 ta yo'qotishimiz bor. Yoshlarga ishonch bildiryapmiz. Biz yoshlarga ishonch bildirishga davom etamiz. Chunki Navoiyda akademiyadan chiqqan, Navoiyni maktabidan chiqqan bolalarimiz bor. Ularga biz ishonamiz. Ularga vaqt kerak moslashib ketishi uchun. Biz ularga ishonch bildirmasak, ular shunday zaminaga o'tiraveradi. Agar biz ishonch bildiradigan bo'lsak, 5 minut, 10 minut, 15 minut har o'yinda qo'yadigan bo'lsak, ular moslashib ketishiga mana ishonchim komil. Rahmat, matbuot bir qismi yakunlanib, keyin bu nomad muvaffaqiyat. Katta rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Rahmat.